Assalomu alaykum hammaga. Agar siz yaqindagina SMM kursini bitirgan bo'lsangiz yoki boshlang'ich marketolog yoki ssenarist bo'lsangiz, bu video siz uchun juda ham foydali bo'ladi. Ko'pinchaliklar qimmatligi, sotuv konversiyasini pastligi yoki uchadigan kontentlarni bo'lmasligi, marketing byudjetini sliv bo'lishiga asosiy sabab bu mijozni yaxshi o'rganilmaganlik sabab bo'ladi. Agar siz yangi boshlagan loyihalaringizda shu xatolarni takrorlamaslikni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Video davomida Castev o'zi nima, qanday usullari bor, kimlar bilan qanday tartibda o'tkazish kerak va Castev davomida qanaqa savollarni berish kerak yoki qanaqa savollardan qochish kerakligi va albatta eng muhim joyi Castev o'tkazilganidan keyin unda olingan ma'lumotlarni qanday foydalanish kerakligi haqida gaplashamiz. Ko'pincha kompaniyalarda lead narxini qimmatligi, sotuv konversiyalarini pastligi va uchadigan kontentlarni bo'lmasligi hammasi bu marketing byudjetlarini sliv bo'lishiga olib keladi. Odatda bu holatlarni, bu muammolarning asosiy sababi siz mijozingizni yaxshi o'rganmaganligingizdan kelib chiqadi. Hozirgi kundagi eng ommabop bo'lib trendga aylangan mijoz tadqiqoti usullaridan biri bu Castev hisoblanadi. Bu video davomida mijozni o'rganishni Castev usulini to'liq ko'rib chiqamiz. Castev o'zi nima, qanday usullari bor, kimlarga mos keladi? Castev davomida kimlarga qanday savol berish kerak yoki qanday savollardan qochish kerak va eng muhimi bu tadqiqot o'tkazilganidan keyin ma'lumotlarni qanday qilib chiska qilish kerakligi va olingan ma'lumotlarni qanday qilib ishlatish kerakligi haqida gaplashamiz. Castev o'tkazilishining eng asosiy sabablaridan biri bu birinchi o'rinda mijoz portretini yaratish hisoblanadi. Siz qanchalik mijozingizni yaxshi tushunsangiz, unga beradigan offerlar, target kreativlari shunchalik ularga yaxshiroq ta'sir qiladi va reklama davomida u o'zini aniq ko'radi. Keling avval aniqlashtirib olamiz, Castev o'zi nima? Hozirgi kunda marketing bozorida eng ko'p qo'llaniladigan terminlardan biri bu Castev hisoblanadi. Castev so'zi ingliz tilidan tarjima qilinganda Customer Development so'zlarining qisqartmasi hisoblanadi va bu mijozni o'rganish deb biz tarjima qilamiz. Castev odatda ikki xil usulda yoki maqsadlarda deyishimiz mumkin o'tkaziladi. Birinchisi bu mahsulotni yaratish jarayonida mahsulotni optimizatsiya qilish uchun ishlatiladigan Castev turi hisoblanadi. Bu Castevni odatda bu turdagi Customer Development jarayonini produkt menejerlar, ya'ni PMlar deymiz, ular tomonidan aynan produktni ishlab chiqish, unga qanaqa funksiya qo'shish kerak, nima qilish kerak, nimani o'zgartirish kerak, nimani yaxshilasa mijozga qulayroq bo'ladi. Shu narsalarni o'rganish uchun ishlatiladi. Biz hozir marketingda foydalana oladigan Castev turimiz haqida gaplashamiz. Biz nima uchun marketologga Castev o'tkazamiz? Mijoz xohishlari bizning produktimizga nisbatan uni qanaqa og'riqlari bor, shu narsalarni aniqlash va unga mos keladigan, u bilan bitta tonda gapiradigan kontentlar, offerlar, reklamalar ishlab chiqish uchun Castev jarayonini amalga oshiramiz. Va albatta Castev jarayonida biz aniqlashimiz kerak bo'lgan eng muhim nuqtasi bu mijozning ratsional va irratsional xohishlarini o'rganish hisoblanadi. Keling, avval bilib olamiz, ratsional va irratsional xohishlar o'zi nima? Mijoz har doim nimanidir sotib olishdan uni ikki xil xohishi bo'ladi. Birinchisi ratsional, ikkinchisi irratsional xohishlar hisoblanadi. Bular nima? Ratsional xohishlar bu sizga sotib olayotgan yoki sotib olmayotganligini asl sababini mantiqiy qilib ko'rsatadigan javobi hisoblanadi. Irratsional xohishlar bu ko'pincha odamlar yashiradigan chuqur hissiy sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, misolda ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, yoshi kattaroq ayol yoki erkak kempinglarga yoki yoshiga nisbatan qiyinroq bo'lgan biror bir mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi, to'garaklarga yozilishi mumkin. Siz nima uchun bu to'garaklarga, kurslarga qatnayapsiz deb so'raganingizda, u sizga albatta sog'lom bo'lishni xohlayman, o'zim uchun, o'zimning sog'ligim uchun degan javoblarni berish mumkin, lekin aslida uni ichki motivi hali o'zini yoshi o'tganini, qariligini tan olmayotgan bo'lishi mumkin. Aynan o'zini yoshiga nisbatan qiyinroq mashqlarni bajarish orqali, "Yo'q, men hali qarimadim, men hali yoshman" deyishni isbotlab qo'ymoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu narsalar aynan irratsional xohish bo'ladi. Albatta buni to'g'ridan to'g'ri aytmaydi. Biz nima uchun bu narsani bilib olishimiz kerak? Biz berayotgan reklama offerlarida biz qanchalik mijozning irratsional xohishlarini yaxshi tushunganimizda, u o'zini reklamada bittada ko'radi. Biz ham albatta to'g'ridan to'g'ri siz yoshroq ko'rinish uchun bizni kursimizga keling demaymiz. Lekin bu narsani qanchalik yaxshi tushunganimizda upakovka qilib, chiroyli qilib mijozga yetkazamiz. Bu jarayonlarni ajratib olish albatta siz birinchi marta Castev o'tkazayotganingizda to'g'ridan to'g'ri amalga oshmaydi. Bu tajriba bilan sekin yig'ilib keladigan ko'nikma hisoblanadi. Mutaxassislar odatda Castev jarayonida eng ko'p qiladigan xatolari bu mijozlarni eshitmaslik hisoblanadi. Siz hech qachon Castev o'tkazayotgan jarayoningizda o'zingizning miyangizdagi gipotezalaringizni isbotlashga harakat qilmang. Siz Castev jarayonida faqatgina mijozni ko'proq eshitib, unga to'g'ri savollar berish orqali ichidagini sug'urib olishingiz kerak.
O'zi kastiv qanaqa bo'ladi? Avval shu haqida gaplashib olamiz. Kastivni biz asosan 3 ta turga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi bu chuqur individual intervyular hisoblanadi. Ya'ni siz mijozingiz bilan birga bir o'tirib, u bilan kamida 20-30 daqiqa, balki 1 soat, 2 soat produktdan kelib chiqib, chuqur u bilan gaplashib, to'liq ichki xohishlarini o'rganib chiqish jarayoningiz bu chuqur individual intervyu deyiladi va bu sifatli intervyu deb aytamiz. Nima uchun sifatli? Biz bu yerda qanaqadir gipotezani nechta odam tasdiqlashi, nechta odam отказ qilishi haqida emas. Bizni potensial mijozimiz aslida nimani xohlayotganini, uni ichidagi fikrlarini, ichida qanaqa og'riqlari borligini bilish uchun bu intervyularni o'tkazamiz. Bu qanaqa holatlarda bo'lishi mumkin? Birga bir o'tirib, bir joyda gaplashib olishingiz yoki telefon yoki Zoom orqali onlayn tartibda ham o'tkazilishi mumkin. Bu faqatgina xotirjam bo'lib o'tirgan holatda shoshmasdan sekin intervyuga olib kiriladi va savol-javoblar o'tkaziladi. Video davomida qanday savollar berish kerak va qanday savollardan qochish kerakligi haqida ham gaplashamiz. Hozir faqat qanaqa turlari borligini aytib o'tyapman. Ikkinchisi bu so'rovnomalar usuli hisoblanadi. So'rovnomalar bu endi miqdoriy kastivga kirgizsak bo'ladi. Bunda siz asosiy savollaringizni, ya'ni ha yoki yo'q deb javob berish mumkin bo'lgan, aniq konkret savolga javob berish mumkin bo'lgan savollarni so'rovnomada Google Forms o'ziga qulay bo'lgan usullarda so'rovnomalar orqali katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plashingiz mumkin. Bu bizga nimani beradi? Siz avval chuqur intervyu o'tkazgan paytingizda sizning miyangizda gipotezalar paydo bo'lishni boshlaydi. Endi buni sinab olishimiz kerak. Eshitgan gapimizni albatta biz to'g'ridan to'g'ri amaliyotga ko'chirmaymiz. Nima uchun? Bitta mijozning xohishi bu hamma shu narsani xohlaydi degani emas va har doim ham mijoz xohlagan narsasini berish kerak emas. Nima uchun bunaqa deyapman? Bitta namuna keltirib o'taman. Ford mashinalarini ishlab chiqarishni boshlagan paytda borib odamlardan bitta so'rab keladi. Sizga qanaqa funksiyasi bo'lsa, qanaqa qulayliklar bo'lsa sotib olgan bo'lardingiz? O'zi umuman olganda sizni idealingizdagi mashina qanaqa degan savollarni berib o'tadi va bunda odamlar bergan javoblarni hammasini olib qo'shadi va mashinani yasaydi. Oxiri nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Bu mashinani hech kim sotib olmaydi. Aynan o'zi shu funksiyalarni qo'shishni so'ragan odamlardan borib so'raganda, nima uchun mana xuddi o'zingiz so'ragandek, o'zingiz xohlagandek mashina bo'ldi, nima uchun sotib olmayapsiz degan holatda men o'zim xohlagan mashinani bunchalik xunuk bo'ladi deb o'ylamagandim degan javobni bergan ekan. Shuning uchun har doim ham aynan mijoz xohlagan narsani birga bir ko'chirib qo'yish kerak emas. Bizda bo'lgan gipotezalarni qanday qilib tekshiramiz? Aynan shunda biz sifatli emas, miqdoriy kastiv usuliga o'tamiz. Bunda o'sha asosiy gipotezalarimizni tekshirish va aniq konkret javob berish mumkin bo'lgan savollar orqali so'rovnomalar o'tkazamiz va bunda ko'pchilik odamga bu narsani tarqatish mumkin onlayn. O'sha joydan biz qanchalik ko'p odam bunga ovoz berayotganiga, shu gipotezani tasdiqlayotganiga qarab turib keyin amaliyotga ko'chiramiz. Va uchinchisi bu yashirin kastiv usuli desak ham bo'ladi. Bu social listening deb aytamiz. Bu nima degani? Siz albatta mijoz bilan alohida o'tirib, uni chaqirib, kastiv deb nomlab tadqiqot o'tkazishingiz shart emas. Bu sizning kundalik hayotingizda kuzatib borishingiz mumkin bo'lgan va odatda eng oson va e'tibor berib tushuna olsangiz, siz kastivdagidan ko'ra ko'proq va haqiqiyroq ma'lumotlarni aytsak bo'ladi, olishingiz mumkin bo'ladi. Chunki nima uchun? Odam bilan alohida siz bilan savol-javob qilib, nima maqsadda qilayotganingizni bilib turganda baribirga ham to'liq ochilmasligi mumkin. Lekin siz uni ijtimoiy hayotda kuzatgan paytingizda u yashira olmaydi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Aytaylik, siz biror bir mahsulot, masalan, kurs sotasiz deb tasavvur qilaylik. Kurs sotganingizda o'tirib so'raganingizda, u baribir bizda o'zbekchilik degan narsalar bor. Mahsulot haqidagi yoki to sizgacha marketing tomonidan yetib kelishgacha bo'lgan holatini sizga to'liq aytmasligi mumkin. Baribir yuz xotir qiladi, ichidagi nima deydi, shubhalarini, unga yoqmagan tomonlarini, noqulayliklarini ayta olmasligi mumkin. Bunda o'sha eng yaxshi usul bu social listening usuli hisoblanadi. Siz mijozingizni u o'tiradigan ijtimoiy tarmoqlarini, o'zi umuman sizni mahsulotingizni sotib olish mumkin bo'lgan potensial klientlaringiz bu bo'lishi mumkin. Sizni do'stlaringiz, qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz, o'zi umuman ko'chadagi odamlar bo'lishi ham mumkin. Ularning sizni mahsulotingiz haqida, sizni mahsulotingiz emas, aynan kurs bo'lsa, kurslar haqidagi fikri, telefon bo'lsa, telefonlar haqidagi fikri, qanchalik ko'p mahsulotingiz atrofidagi fikrlarini eshitib, aslida nima uchun sotib olayotganini yaxshiroq bilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, siz har bitta mijozingizga kirib, Instagramini, Telegram, YouTube'ini ko'rib chiqishning iloji yo'q. Sizning kommentariyallaringizda yoki raqobatchilaringizning kommentariyalarida nima deyishyapti? Sizda qanaqa kontent uchdi? Raqobatchilaringizda qanaqa kontent uchdi? Nima uchdi? Mana shu narsalarni tahlil qilganingizda ham ko'p narsalar kelib chiqadi va bu yashirin kastiv usuli hisoblanadi. Video juda ham cho'zilib, zerikarli bo'lib qolmasligi uchun
Kasb jarayonida aynan qaysi yo'nalishdagi savollarni qanday berish kerakligi haqida qo'llanma tayyorlaganman. Bu qo'llanma sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, video описаниеsidagi link orqali o'tib yuklab olishingiz mumkin. Kasb jarayonida noto'g'ri beriladigan savollar rubrikasi. Keling boshdan bitta ko'rib olamiz. Biz birinchi o'rinda kasb nimaligini bildik, qanaqa usullari borligini ko'rib chiqdik va qaysi usul qanday holatda ishlatilishi kerakligini ko'rib chiqdik. Endi hozir biz qanaqa savollar berish kerak va bermaslik kerak shu haqida gaplashamiz. Mijozlarga beriladigan eng noto'g'ri savollar rubrikasida top birinchi o'rinda turadigani bu sizga shu narsa yoqadimi, shu narsani siz sotib olgan bo'larmidingiz kabi ha yoki yo'q deb javob beriladigan savollar hisoblanadi. Nima uchun bizda boya aytib o'tganimdek odamlar yo'q deyishdan qochadi. Albatta sotib olasizmi desa, ha sotib olaman, yoqdimi desa, yoqdi deb qo'yaveradi, lekin hech qachon sizning mijozingiz bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun iloji boricha ha yoki yo'q savollaridan emas, mijozni o'zini eshitib, undan ko'proq fikr oladigan savollarni berish va uni ichidan sug'urib olish kerak bo'ladi. Kasb boshlashingizdan oldin avval aniqlashtirib oling, siz nima uchun kasb qilyapsiz. Siz produkt ishlab chiqish yoki produktni nimasidir o'zgartirish uchun kasb o'tkazmoqchimisiz yokida mijozlaringiz CJM deymiz, ya'ni Customer Journey Map'ni aniqlashtirish uchun qanaqa reklamalaringiz unga yaxshiroq ta'sir qiladi, targetda qanaqa kreativlar ishlatsa, ularga yaxshiroq yetib boradi. Lidlar narxini arzonlashtirishmi? Xullas, o'zingizni sababingizni aniqlashtirib oling va shundan kelib chiqib savollar ro'yxatini tuzasiz va birinchi gaplashgan 3-4 ta mijozingiz bilan bu savollaringizni test qilib olasiz. Bu savollaringiz bilan qanchalik ular ochilyapti, qanchalik sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ola olyapsiz. Shu savollarni berib, agar siz nimanidir unutgan bo'lsangiz yoki ortiqcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, savollaringizni yangilab olishingiz mumkin bo'ladi. Va men maslahat bermagan bo'lardim, buni juda ham rasmiy tarzda intervyu jarayonini olib borishni. O'sha boshidan kelgandan boshlab, agar bu offline intervyu bo'ladigan bo'lsa, mijoz bilan xuddi o'zingizni do'stingizdek, yaqiningizdek, unga yaxshi yetib kelib oldingizmi, nimadir ichasizmi, sal mavzuga olib kirib olib, sal o'zini bo'sh qo'yganidan keyin unga sekin savollar berishni boshlasangiz bo'ladi. Va eng muhimi, bu jarayonda siz mijozlaringizni iloji bo'lsa ovozlarini yozib oling, keyin tahlil qilishda bu sizga kerak bo'ladi. Albatta mijozdan so'rab olasiz, agar bu offline formatda bo'ladigan bo'lsa, mikrofonlarga yozib olishingiz mumkin yoki telefon yoki Zoom orqali o'tkazilayotgan bo'lsa, zapis qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'p holatlarda mijozlar yo'q demaydi. Ovozlarini yozib olishingizga, agar juda yo'q, ovozimni yozmang, saqlangiz qilmang deydigan bo'lsa, daftarchka olasiz, mijozdan eshitgan eng kerakli insaytlarni yozib olasiz. Agar siz bu ma'lumotlarni yoza olmaydigan bo'lsangiz, ko'pchilik bilan gaplashganingizda esingizdan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun albatta bizda yoki yozma yokida zapis qilingan varianti bo'lishi kerak. Bu keyinchalik tahlil jarayonida kerak bo'ladi. Nechta odam bilan intervyu qilganingizdan keyin kasbni tugatsa bo'ladi. Bu savolga bittada javob berish bu juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Nima uchun? Ba'zi mahsulotlarda, ba'zi yo'nalishlarda siz 10 ta 15 ta odam bilan gaplashib, kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ba'zi mahsulotlarda bo'lsa, bu 100 ta, 200 ta hattoki odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keladi. Qachon intervyu qilishni to'xtatish kerak? Qachon intervyuni tugatish kerak? Qachonki siz mijozlaringizdan intervyu paytida yangi ma'lumotlar olish to'xtaganida bemalol tugatsangiz bo'ladi. Yangi insaytlar olish to'xtadimi, demak bir xil fikrlar takrorlanaveradi. Shu joyda intervyu qilishni to'xtatsa, bu menimcha ideal holat bo'ladi. Xo'p, intervyularni o'tkazdik, mijozlar bilan birma-bir gaplashdik, so'rovnomalar o'tkazdik. Endi keyingi etap nima bo'ldi? Shu bilan to'xtadimi? Yo'q, aslida eng kerakli jarayon endi boshlangan bo'ladi. Siz ma'lumotlarni yig'ib oldingiz, endi siz oldingizda yana ikkita etap bor. Bu nima? Birinchi o'rinda bu ma'lumotni chiska qilish, ikkinchi o'rinda bu ma'lumotlarni endi foydalanish kerak. Ma'lumotlarni chiska qilish nima degani? Bu siz o'sha intervyularda, so'rovnomalarda to'plagan ma'lumotlaringizni filtrdan o'tkazasiz. Qaysi ma'lumotlarni siz olishingiz kerak, foydalanishingiz kerak, yo'q, qaysilari kerak emas. Bu narsani ajratib olish juda ham oson. Eng ko'p takrorlangan insaytlarni, fikrlarni foydalanasiz. Nisbatan kamroq berilgan javoblarni demak filtrda qoldirsangiz bo'ladi, o'tkazmasdan. Albatta siz yig'gan ma'lumotlaringizni har bittasini o'zingiz birma-bir ko'rib chiqib, qaytadan eshitib chiqib, filtrdan o'tkazish shart emas. Hozir bemalol bu ishni, bu ma'lumotlar chiskasi jarayonini AI vositalari orqali bemalol amalga oshirish mumkin. Yig'ilgan javoblarni agar so'rovnoma usulida qilingan bo'lsa, so'rovnoma javoblarini olib ChatGPT yoki Cloudga berganingizda u o'zi tahlil qilib beradi. Agar yozib olingan ovozlar bo'lsa, hozir buni ham bemalol AIlarga berib tahlil qildirish mumkin. AI orqali filtrdan o'tkazilgan ma'lumotlarni endi o'zimiz uchun asosiy insaytlarini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bizning mijozimiz o'zi aslida kim? Uni qanaqa og'riqlari bor va nima uchun aynan bizning mahsulotimizni tanlashi kerak yoki
agar sizni oldindan bo'lgan mijozingiz bo'lsa, nima uchun sizni mahsulotingizni tanlagan? Mana shu narsalarni bilib olganingizdan keyin bemalol filtrlardan o'tgan ma'lumotlarni keyin biz targib kreativlarida, offerlarda, kontentlarda va hattoki kerakli joylarni sotuv skriptlarida ham qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bu konversiyani oshishiga ancha yordam beradi. Nima uchun aynan biz so'ragan paytimizda nima uchun aynan bizni mahsulotimizni tanladingiz, konkurent emas degan savolga olingan javobni ularning miyalaridagi biz haqimizdagi shubhalari bo'lishi mumkin, o'sha возражениялар deymiz, o'sha narsalarni yopish uchun sotuv skriptlariga qo'shamiz. Masalan, onlayn yana ta'limni oladigan bo'lsak, aldab ketmaydimi? O'zi dars yaxshi bo'ladimi? Mashinnik firmalar emasmi degan fikrlari bo'ladi odatda bizning sohada. Buni qanaqa qilib sotuvchilar bu возраженияларni yopishi mumkin? O'sha kompaniyani guvohnomalarini, o'quvchilarning natijalarini ko'rsatish orqali va yana boshqa usullar bilan bemalol bu shubhalarni yopish mumkin va sotuv konversiyalarini oshishiga juda ham yaxshi yordam beradi. Agar siz kasb jarayonini to'g'ri amalga oshirgan bo'lsangiz, to'g'ri savollar berib va savollarga berilgan javobni to'g'ri tushunib olgan bo'lsangiz, albatta bu to'g'ridan to'g'ri sotuv konversiyalarini oshishiga, mijozlarning ko'payishiga olib keladi. Video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda fikringizni kutaman. Bundan ham ko'proq marketingga oid foydali darslarni olish uchun albatta YouTube va Instagram sahifalarimga obuna bo'ling.